Ana Maybuloqda to'ydamiz, ertalabdan men og'ayinlar safi kengayib ketdi meni. Yana qarindoshlarimiz topib oldik. Ilgaridan bo'lgan hangamalarni eslashib o'tdik shu bilan yanada ham yaqinlashib qoldik endi. Endi menimcha endi esdan chiqarmasangiz kerak ha bular. Ya endi esdan chiqdi. Ko'rdingizmi? Odam ana shunday dardlashib, o'pkalashib tursa, esdan chiqarmaydi-da, xotiralar qoladi. To'g'rimi Habulla bular? Ha, mana Habulla bular ham mana shu tog'amni to'yda hozir. Ha, og'ayin qarindoshlarni ko'rib, jamil-jam bo'lib. Borlaringizga shukr. To'y yaxshi narsadir, meni qarang. Ko'p. Allohga shukr. Sizlar bilan birlashtirishgan uchun. Og'aylar bilan qayta uchrashib, tanishib, baraka topa. bir yaxshi tilaklar bildiriladi. To'y yaxshi narsa deyman-da. Ko'rinishdan bular juda domilla odam, so'zga bo'ysiz. Shu Ne'mat tog'amga bir o'zingizning yaxshi istaklaringiz bo'lsa kerak-ku bugungi. Istagim ko'p. Men bir oddiy insonman. Endi men kattalar turganda men gap. Assalomu alaykum. Bular yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ha, rahmat. Mana tog'am davramizda. Mana bular kelib ko'rishyapti hozir. Allohga shukr. Keling o'tiring bular. Keling shu yerda o'tiring. Shu yerdan o'tiring, shu yerdan. Shu yerdan o'tiring bular. Abdullah yaqin og'aylang bilasan-da, ha qara aytaylar. Ha, ya. Ya. Yaxshimisiz? Sadala bo'lim bular. Salomatlik yaxshimi? Men ham sizni kuzatib turibman. O yerda nimani? Yonda turgan ekansiz. Ha, salomatlik yaxshimi? Ha, sog' salomat bo'ling iloyim. Men shu anda senda shu to'ylarga kelib turaylik, doim mana shu to'ylardan bexabar qolmaylik. Og'ayinlar birlashib. Ha, tanishib, tarixni eslashib. Men qiziq voqeani aytib berdim tog'a bo'limga. Bir xijolatga tushirib, keyin yana olib chiqib ham qo'ydim. Ana shunday. Ya o'zi haqiqatan bu, haqiqatan o'sha voqea bo'luvdi-da o'zi. Birinchi to'yxonada edi u voqea. Shodlikmi nima shunda? Men aytdim bu